Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 1-dekabr 2025-yil kunida sizlar bilan tajriba qilib ko'rilgan ish ustida gaplashamiz. Azizlar, mana shu piyongullarimizga bizlar 2-noyabr kunida mana shu Karim akamni dorisidan bergan edik. Hozir mana 1-dekabrga kelib piyongullarimizda mana shunaqa o'sib chiqish holatlari ro'y berdi. Azizlar, demak bu dorimizni kuchi juda ham yaxshi, o'stirishi, rivojlantirish uchun juda ham yaxshi vosita hisoblanadi. Endi bitta yomon tomonini aytamiz. Azizlar, mana shu piyongullarimizga bu dorini kuzda berish noto'g'ri hisoblanadi. Chunki piyongullarimiz mana bunaqa tartibda o'sib olsa, qishda sovug'urib qo'yish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu dorini bahor oyida, erta bahorda berilsa juda ham bir effekti yaxshi bo'ladi.